Xayrli kun mo'ysamchilik kuzatuvchilari, mana bugun Gulistondagi 7 ta boksli shammoyka apparatini servisiga keldik. Mana ko'rib turibsizlar, aslisini mana shunaqa sharoitlar qilib qo'yganlar akamiz. Qaranglar, har bitta boks uchun pilisos, kompressorli turbosushkasi bor. Bokslarimizga pardalarni ham o'rnatib qo'yganlar akamiz. Tepaga yorug'liklar bor. Kechqurun bu chiroyli bo'ladi-da, yanada mana ko'rib turibsizlar o'chiratni. Bu mo'ykamiz faqat osmos apparatining suvga ishlaydi. Grafikga ishlamaydi bu. Mana rukamoyniklar, hammasi odamlarga shart-sharoitlar bor. Mana bokslarimiz. Hammasiga odam bor. Hammasiga odam bor. Mana mo'shilar qaranglar, effekti ma'lumki, zayt o'tiribdi. Nimaga ishlashini. Mo'yka ideal. 1 yil bo'libdi-da, pashti qurilganiga. 1 yildan beri mana shu holatda, mana. Mana akamiz yo'q qo'ydilar. O'shamiz mana shu holatda mo'ykamiz mana tor tashab qo'yganlar yo'qdagiga. Bokslarimiz holati qanday bo'lsa xuddi o'shanday turibdi. Bironta o'zgarish yo'q. Pistoletlarimiz ham qanday bo'lsa turibdi. Konsollar idealni turibdi. Mana ishlash holati. Ishlash holati. Bankomatimiz. Mana bu boksga mana ximiyalar chiqishini ko'rsalaringiz mana. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Qanday bo'lsa o'shanday ishlaydi. Sifat har doim bizga muhim. Har doim muhim bizga sifat. Mana hozir bitta boks bo'sh ekan, bu ham o'z bunga ham o'shin kiradi. Mana shu holatda bo'ladi. Mo'yka o'shaman degan odamlarga mana shunaqa shinlarni, mana shunaqa sharoitlarni qilishlarini tavsiya beramiz. Ko'rib turibsiz o'zingiz, mana dekorlari bor. Latta, patta, hamma narsa bor. Ichimliklar chiqilib sharoitni yorib qo'yganlar akamiz. Mana Suxoy tumani ham bor. Qanday bo'lsa xuddi o'shanday turibdi. Bironta o'zgarish yo'q. Suxoy tumanimizning mana holati. Xudoga shukr, mana ko'rganimizdan beri bu akamizni akkauntlari bor Bugatti. Har kun ko'raman, mana shu holatga turadi. Endi o'zingiz hisoblang. Har bitta mashin 30 ming, 40 ming atrofiga tashab mashinani yuvsa, bu bir kuniga necha pul bo'ladi? Keyin bir oyga necha pul bo'ladi? Yo'l yoqasida mana. Sharoitni mana shunaqa qilib qo'yish kerak ekan. Keyin mo'ykani o'chish kerak.